Salom, salom. Kelinimizdan uyiga keldik. Kelinimizdan uylarni ko'rib turibsizlar. Tepalari navisli xonadon va shu navisli xonadonni ustini pirpiri variantli оформление dekorimizni qilib beramiz. Birinchi bo'lib yigitlar o'tdi taxtalarni qoqib tepasini yopvolgunligicha men faqat zonaning ichini yasatib chiqadigan bo'ldim va ko'ryapsizlar materiallarni ilib, jemchiqlarimizni ilib, mana shu devorligini yoni kir ekan. Xullas uni ham material bilan to'sib berdik. Xullas chiroyli qilib оформление dekoratsiyalarimizni kelinimizning foto zonasini yasatib chiqamiz. Ko'ryapsizlar qanaqa holatda chiroyli chiqdi. Oppoq baribir vizualni katta qiladi, oppoq katta ko'rsatadi har bitta xonadon. O'shaning uchun oq rang tanlovinglar. Xullas tashqariga chiqamiz. Tepalarni chiroyli qilib oppoq materialdan, aynan zashitka materialdan tortib olishgandan keyin ustini albatta gullar bilan terib chiroyli qilib dekor qilib ko'rsatib beryapman. Mana terilgan holatda va ichkarilarni hammasini pirpiri qilib terib chiqamiz. Ko'rishingiz mumkin. Va bu yerda yo'laklariga 8 ta vaza qo'yib beryapmiz. 2 ta gilam bo'ladi, chunki yo'laklar juda uzun ekan. 10 metr ichkariga, 10 metr tashqariga qo'yib beradigan bo'ldik. Xullas ishlarimizni kuzatib boringlar, baho berish sizlarga. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar.